Просто расклад qilgim keldi. Potok. Kartalarimni ko'ryapsizlarmi? Все старшие арканы тут. Hamma katta arkanlar shu yerda. Hamma katta arkanlar yopsizlar. Shunaqa ham insonlar kuzatyapti mani. Qanaqa insonsizlar? Bilasizlarmi o'zinglar qanaqa insonliginglarni? Вижу цель, не вижу препятствия. Deydigan insonlar kuzatyapti mani. Menga ahamiyati yo'q. Men baribir yutaman deydigan odamlar kuzatyapti mani. Menga rezultat muhim, menga natija muhim. Men unga qanaqa yo'l bilan erishaman, qanday erishaman, qanday qiyinchiliklar bo'ladi oldimda farqi yo'q. Tosh bo'lsa kemiraman, suv kelsa simiraman degan odamlar kuzatyapti mani. Sizlar o'zinglar bilasizlar qanaqaliginglarni. Faqat ozgina ikkilanishda bo'lib qoldinglar. Oxirgi paytlar, so'nggi urug'lar, hayotinglardagi qiyinchiliklar. Hamma starshий arkanlarni yig'dinglar. Bu degani sizlar kuchliginglarni, sizlar o'zinglarni hayotinglarni yaratuvchisi ekanliginglarni bildiradi. Даже дьявол на стороне аплодирует вас. Sizlarga qarsak chalyapti. Sila volyanglarga, sila duhinglarga, hech qachon sinmasliginglarga qarsak chalyapti. Qiyinchilik bo'lgan, eng og'ir sinovlarni o'tagansizlar. Endi bu yog'iga колесо фортуны. Sud, высший суд qaror chiqazdi уже. Tayinli znaniyalar bor, ilmiylar bor. Intuitsiyani eshitasizlar sizlar. Bashniyalarni boshidan o'tkazgan, balki hozir shunaqa состояниеda sizlar. Hayotingizda полное обновление, полная башня. Lekin sizni yangi voqeliklar kutmoqda. Bitta bir minus joyi bor. Ozgina chalg'ishinglar mumkin. O'tmish qaytmoqda. O'tmishda sizga xiyonat qilganlar u yoqda hech narsa topa olmadi. Sizni energiyangizni olib yashab yurganlardan, yopilganingizdan keyin sizni hayotingizdan chiqib ketgan traynichokda yashaganlar, na stороне uylanib olib, na stороне отношения qilganlarga yopilgan, xiyonat qilganlarga yopilganingizdan keyin hech narsaga erisha olmay orqaga qaytib, nolda o'tirganlar sizdan kechirim so'rab qaytmoqda. Kechir meni kechir, men bilmagandim deydi-yu. Shunaqalar bo'lib qolishi mumkin. Bu aniq bo'ladi. Lekin orqaga eshiklarni yopishinglar talab etiladi. Va vысшему суду yopilasizlar.